U kishi 20-asrning eng ziddiyatli davrida yashadi. Surgunlar, qamoqxonalar, urush olovlari. Bularning hech biri u kishining qalbidagi iymon nurini o'chira olmadi. Bir vagonda 3 kishi o'tirgan ekan. Bir qarashdayoq ularning o'zbekligini bildim. Qamoqdan chiqqach, ta'qiblardan qochib, tez-tez yashash joyini o'zgartirishga majbur bo'ldilar. Lekin NKVDning ko'zi hamma joyda edi. Ul odam bir sayha tortdi-da, "Yo'qolgan o'g'limni topdim" deb menga yopishdi. Meni quchoqlab turgan holda hushidan ketdi. Jazo tugashi bilan esa urush boshlandi. 1932-yili u frontga olib ketildi. Minsk ostonasidagi qonli janglarda og'ir yaralandi. İnson amonatdor bo'l, xiyonatli bo'lmasdan to'g'ri yo'lda yurishlik, mana bu hammasi mo'min olamda xislati bu. Domla Hindistoniyning hayoti bu ilmga bo'lgan sadoqat va sinovlarga qarshi bukilmas irodaning yorqin namunasidir.